Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Men hozir yangi obyektga o'rganib keldim. Bu tomdan suv o'tgan deb chaqirishdi. Orqada mana uchuvchidan suv o'tgan. Hozir kirib ko'ramiz uni. O, bitta mana. Unga nimadir qo'yib yuborgan. Mashdan o'tyapti. Ochib shatran qo'yish kerak. Nima qo'ygan bilmayman. Mana o'tyapti. Tulgadan kesib qo'yib yuborgan ekan. Mashinadan o'tib ketyapti. Albatta kazirovka qilish kerak. Daryo unamyo. Bu nariga patrubkani olib tashlab, daryo chekkada patrubka turibdi mana, suv tushadigan joy. Uni klonni mana trubaga qo'yish kerak, truba tanlovlari. Mashina uchuvchini orqa tarafidan suv o'tyapti, uni shatranini alishtirish kerak. Qilinadigan ish shu.